Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda mana bunaqangi Qirg'iziston Shved bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun mana bunaqangi sifatli bo'g'oz mollarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga aka-ukalar yakshanba 2026-yil 9-avgust. Kimga sifati biz bergan ma'lumotlar yoqsa 95 059 33 36 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalar bo'lmasa ma'lumotlarni berishlikda boshlayveramiz. Bo'g'ozliga akalar 5 oydan o'tgan bo'g'oz garantiya o'zingizlar tekshirgizib qo'yganman. Syomkalargacha bor. 5 oydan o'tgan bo'g'oz. Buni orqa pachkalarini ham qarang akalar. Hamma joyi zo'r moldi. Mana tuyoqlarni ham ko'rib qo'yishlaring mumkin akalar. Tuyoqlari ham o'ta ham baquvvatida. Bo'ylari 1.25, 1.25 dan kam emas akalar. Kurashchilar 8 ta. Kurashchilar 8 ta bosim netmagan. Eng qizig'i buni xulqida. Yuvoshligini qarang. To'tala tutagi ham ishlashligiga garantiya. O'zim tekshirib oldim akalar. To'tala tutagi ham ishlaydi. Mana bu chandirni qarang akalar. Jonivorlar. Mana chandirdi. Ha jonivor. Narxi akalar 30 million, ozgina xayri bor. Bo'yi 1.25, kurashchi 8 ta. 3-bolasida qornida ega akalar. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy. Molimiz o'ta ham korpusli mol akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirgizib beraman narxini. Joning sog' bo'lsin. Sifatini qaranglar buni. Jonivor. Aloqaga chiqib ulgurib qoling.